Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda uzun ko'ylak jononima ozor bermasan jonima chaqirganda kel yonima Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda Marhamat, Ruxsoraxon. Vau, Oybek aka, shunaqa chiroyli joy ekan-a. Yoqqanman, xursandman, Ruxsora. Yoqdi. Assalomu alaykum, Alibaba restoraniga xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Kechagi zakaz bo'yicha kelayotgandik. Ha, Oybek aka. To'ylaringizni bir oylik munosabatini nishonlagani keldinglar. Ha, bir oyligini, bir Joyni tayyorlab qo'yganmiz, Ruxsoraxon. tayyorlab qo'yganmiz. Marhamat. Oybek aka, marhamat. Hozir hammasini yes qilamiz. 1 minut. Rahmat. Ruxsoraxon yoqdimi? Oybek aka, yoqdi. Juda ham chiroyli joy ekan, rahmat. Endi to'yimizni bir oyligini mana shu yangi ochilgan Alibaba restoranida o'tkazishni niyat qilgandim. Sinfdoshlar, qaranglar, Oybek aka meni qanaqa chiroyli restoranga olib keldilar. Salom. To'yimizni bir oyligini nishonlashga. Voy, shunaqa baxtliman. Bundan zo'rlari hali oldinda. Kursdoshlar, hammaga salom. Oybek akam, qaranglar. Salom, yaxshimisizlar? Qanaqa chiroyli restoranga olib keldilar meni. To'yimizni bir oyligini nishonlashga. Shunaqa baxtliman. Shamlarni yoqib qo'yganlarni qaranglar. Arziysiz, arziysiz. Qarindoshlar, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Oybek akam meni shunaqa chiroyli restoranga olib keldilar. Shunda uyimizni yoniga yangi ochilgan ekan Alibaba restoraniga olib keldilar. Shunaqa xursandman. Rahmat Oybek aka. Shu qarindoshlar gruppasiga bekor tashladingizda, Ruxsora. Hozir endi g'alati bo'ladi. Uydagilar ko'rsa, bekor tashladingizda, Ruxsor. Ibi, o'tirishlaringizni qaranglar. Uzukka ko'z qo'yganday. Rahmat. Oybek aka, marhamat. Xuddi siz xohlaganday yangamni kuylagini rangidan ayisdi. Marhamat. Marhamat. Yaxshi o'tiring. Yaxshi o'tiring. Hozir 1 minut. Oybek aka, rostdan ham ko'ylagimning rangidan, topganlarini qarang. Ko'ylagingiz rangidek. Lekin hali ham ozgina xavotirdaman. Mana shu qarindoshlar gruppasiga bekor tashladingizda, Ruxsor. Mayli, o'ylamang, hech narsa bo'lmaydi. Ya, uzukka ko'z qo'yganday shunaqa chiroyli o'tiribsizlar. Bunaqa romantika bo'lmagan, Oybek aka. Rahmat. Bo'lmasa birin-ketin surprizlarni olib kelaveramiz, ha? Ya, Yes qilamiz. Hozir 1 minut. 1 minut hozir. Lekin juda ham chiroyli restoran, ha? Nima, meni obeddan hali ishdan chaqirib olding. Xuddi bir restoranga birinchi marta kelayotgandek. Ha? Dadasi? Ha? Qarindoshlar Telegram gruppasida bilib qoldim-da mahallamizni boshida Alibaba degan kafe ochilganini. Baqirma, mana sharmanda qilma. Hormaylar. Yur. Ish qilib to'yimizni bir oyligida ajrashib ketmasak bo'ldi-da. Voy, unaqa demang, yaxshi niyat qiling. Nima gruppaga tashlaysiz? Qarindoshlar gruppasiga. Ko'ryapsizmi? Ola o'g'ling bilan keliningga o'xsharkan o'tirganlar. O'xshamaydi, aynan o'zlari. Endi bildim. Nima bu yoqqa yetaklab kelganingni, obedda meni ishdan chaqirtirib, ishlayotgan, tuppa-tuzuk pul topayotgan joyimdan chaqirtirib, nimaga bu yoqqa yetaklab kelganingni endi bildim. Qo'ysangchi, bir o'tirishibdi-da shu yoshda. To'yiga bir oy bo'lmasdan xotinchasini restoranga olib kelibdi. Meni ichim kuyib ketyapti, dadasi, ichim kuyib ketyapti meni. Ichingda nima pechkang bormi? Nima kuyadi iching? 30 yilda bir marta Icho, nima qildi? ko'chaga olib chiqmagansiz. Siz o'g'lingiz meni hech qayerga olib bormaysiz. Mana olib keldim-ku restoranga. Menga qara. Ey jiyan, Bitta ko'k choymi? Kiygut qilib qilaymi? O, zo'r bo'lardi. Olib kel kiygotdan. Ha, bo'ldi.
Bo'ldi, yes. 1 minut, hozir. Kiyib o'tishamiz, a? Menga qarab, qo'y, shunga yetaklab keldim. Qo'ysincha romantika qilib o'tirishibdi. Ha, ana shuda romantika bo'lsin. Oybek aka, o'ldirdingiz. Mana ana berlarga sepaylik. Yangam tomonga. Atirgul. Shart emas. Yo'q, yanga nima kerak emas. Oybek akam imini shu uchun $300 berdilar-ku, $300. O'zingni bos. Ko'ryapsizmi? Siz menga bir dona gvozdik olib bermagansiz. Na siz, na o'g'lim. Mani vazifam faqat uy yig'ishtirish bo'lgan, kir yuvish bo'lgan, Balki shuning uchun ham 30 yildan beri birga yashayotgandir. Qo'ysinchi. Olib bermaganingiz uchun shuncha yashayapti deb o'ylayapsizmi? Oybek aka, xuddi o'ziz zakaz qilganday marhamat. 500 minglik gollandskiy roza. Yanga siz uchun romantik. Ana shunday bo'lsin. Yes qilamiz aka, hozir. Yes qilamiz akajonim. Hay. Voy. Ko'rdingizmi? O'g'ling ham o'zingda romantikaga nech pul bo'lsa sarflaydi. Ko'rdingizmi? Mani necha kundan beri tizzam og'riydi. 30 ming so'mlik mazobki bermadinglar menga. Tizzing nimaga og'riydi? Hay tog'a. Sheylarim qurib qolgan. Ha, Nima aytdingizlar? achchiq ko'k choy dedim kiygotidan. Hozir suv qaynasin damlab beraman. Sal pastroq romantika deyapman-ku, ey. Tezroq olib kel. Qarang, o'dirib. Menimcha sen tizzing og'riyotgan polartrit bo'lsang kerak. Boshqa nima bo'lardi dadasi? Shu yoshga chiqqanda tizzam chidab berayotganiga Rahmat rahmat deyilib. Keldimmi restoranga? Olib keldim-ku mana. Men olib keldim sizni restoranga. Siz olib kelganingiz yo'q. O'sha yerga chiqaylik deganim uchun keldingiz. Tadam. Radam. Fadam. Voy, Oybek aka, dedizga qoyil qoldim. Oybek aka. İtalyanski o'zi zakaz qilgan $300lik italyanski vino. Ana, o'rgilib ketadi. Dedizga qo'yib qoldim aka. Hasandan boshqa narsa ichmaganman, ichmayman. Bir oylik to'yda shunaqa nishonlash kerak. Yanga, romantika bo'lsa, ana shunday romantika bo'lsin. Oybek aka, men hayron qoldim. Ey, ko'rmaysizmi? Hay, o'rda ikki kishi o'tiribdi. 30 yil bo'lgan, achchiq ko'k choy aytib, choy ichib o'tiribdi. Lekin Oybek aka, bu ne kashdimi aka, bu yanga, ko'ryapsizmi? Ana ochamiz, yanga nima deganingizni? Yo'q, ochmasak bo'lmaydi. Shart emas. Yo'q, qanday shart emas? Oboring. Yo'q, qanday shart emas? Aytibsiz-ku, yangangning oldida yaxshi vino bo'lsin. Puliga ishing bo'lmasin. Olib kelsang bo'ldi, romantika večer chiroyli o'tsin dedingiz-ku. Iltimos, shu shamlarni ham o'chiring, bizni ichimiz yonadi. Yo'q, o'chirmang. Xotiniga ham ichirishini. O'chirmang. Oybek aka, tushundim. Surpriz hozir yanga, hozir yes qilamiz. Hay, surprizlar ko'p. Puli to'langan yanga, hozir. Hozir Oybek aka, hozir shoshmay turing, 1 minut. O'g'ling ichmaydi shekilli. Vino zakaz qildi $300 ga. Oybek aka, hay, siz zo'rsiz. Ay, tog'a, men shu bitta narsaga hayron qolaman-da, o'zi aytganlaringiz bitta choy. Baqir-chaqir qilishlaringizga, o'rda Oybek akam katta pul to'lagan, xola katta pul to'lab romantika qilyapti deyman-ku. Tog'a, tushundingiz-a? Sal pastroq, iltimos, romantika bo'lyapti, xola. Bo'l. Ichmayman meni. Sen ichmasang men ichaman, menga qo'y. Chidamayman. Qo'y, sen shunaqa gaplaring, chidamayman. 30 yil turmush qildik. Na bitta gulov bermadingiz, na bitta menga. Gapirma, shirinlik olib kelyapti. Bunaqa o'tirish va restoranda bo'lmagan. Ay, o'rgilib ketay. Ay. Buni qarang, Oybek aka, mana marhamat. Yanga oling. Ana Oybek aka. Ay. Bunaqa surpriz ham bo'lmagan. Bunaqa zapan ham bo'lmagan. Naqd $500. $500lik. Oybek aka, bunaqa romantika bo'lmagan. Men umrim bino bo'lib shu yoshga kirib bunaqa romantikani ko'rmaganman. Surprizlar yangajon oldinda. Biz hozir. Shundan
tushundim Oybek aka. Bo'ldi, gapirmang. Hay. Ko'rdingizmi? Bitta pirojnoy olib bermagansiz Chorsuvdan. Eshityapsizmi? Olib beraymi? Italyanskiy deyapti. Senchi yoshlar yeyapti buni. Jiyan. Men qara, jiyan. Ha. Bir minutga qarab. Yemayman. Yemayman. Nima ekan? Mana shirinliklarning hammasi mana shunaqa dollarga keladimi yo arzonroqlari ham bormi? Yo, bu spetsialni zakaz bo'lganda bu qimmatda bu. Arzonroqlari ham bor. Bor. Bir 50 ming so'mlarga qanaqa bir shirinliklar bor. Ha, unday bo'lsa non ustiga mayonezlarni surtib olib kelib beraman-da chiroyli qilib. Bo'la. Salatcha olib kelaymi non bilan? Menga qara. Ha? Undan ko'ra bitta non bilan bitta shakar olib ber. Yes qilamiz. Menga qara, lama ichasanmi? Choyxonami sizga? Bu yeri restoran. Lamalar Ishtaham yo'q. yo'qmi? Hech narsa yemayman. Hozir salat bilan nonni beraman. Tez ber. Tamam. Hozir salat bilan non aytdim. Bir maza qilamiz-da. Tadam. Endi shu yetmay turadi. Shu bugungi kunni tarixga muhrlamasak bo'lmaydi. Oybek aka rasm yo'q qo'yamiz. Shart emas. Yo, siz faqat shart emas deysizda. Odam ham shunday bo'ladimi? Naq $600 berdik-ku shu uchun. Buni ramkalarga qo'yib, chiroyli qilib, tagiga yozib chiqarib beramiz. Yanga, turing. Yanga. Turing, Oybek akam oldiga. Uyalmang. Romantika bo'lsa shunday bo'lsin-da, yanga. Ha, yaxshi, yanga. Menga aytsam men o'zim chizib berardim. Muhrlasin. Hozir uyga borsin, men shunaqa muhrlayman bilan. Yaxshi, turib oling. Yanga kulib turing. Yanga, yo, yaqinroq, yanga. Oybek aka kulib turing. Yaxshi. Ey, tog'a. Ko'k choyni berdimmi? Kiyik o'tidan qoqib o'tiringlar. Kartinkani buzyapsizlar, xola. O'tiring. Qo'chi. Stop. Bore, kerak emas. To'shni kerak emasmi? Kerak emas, bor. Bo'ldi, xo'p. Roziman dedim. Bo'ldi. Kadrni buzyapsiz deysan? Atlikni buzib qo'yaman. O'tiring. Ruxsora, bir narsani bilib qo'ying. To'yimizni bir oyligiga $2000 sarflagan bo'lsam, ota-onamni to'yini 30 yilligi munosabati bilan $10,000lik surpriz tayyorlab qo'yganman. Voy, Oybek aka, yaxshi qilibsiz a. Meni o'g'lim-da, meni o'g'lim. Sen yig'layapsan. 8 mingman, 9 mingman, 10 ming Ben nari mahallede Shokir aka bor doktor. O'sha doktor qizi ham qaytib ketdi-da. 3 oy yashab tatigi. Men aytaman, odamlar tinchgina yashasa-da, turmush qurding, chiroyli hayot kechir, bir-birining so'ziga kirib, bir-biring bilan ahil-inoq bo'lib yasha. Odamlar ham hayronsan-da. Nima bo'lib ketmaydi bu mahallada-da. U ham men uni qo'yib nari uni oldingi mahallada. O qassob mahallasi bor. Qahhor aka, qassob. Mana qassob uyda ham janjal to'polon. Ishkal. O'g'li har kun ichib keladi. Mas, bechada qassob ham siqilib ketgan. Nima qilishini bilmaydi. Ichkilik zarari bo'lsa, ichma. Bunda bolaning yoshligidan tarbiya berish kerak edi o'zi. Qattiqqo'l bo'lish kerak ota-ona degan. Bolaga unda bolani 8 yoshgacha podshoda olib o'tirish kerak. To'g'rimi? 8 yosh. 8 yoshdan yo'g'iga qulda ishlatish kerak bo'ladi. Ana undagi 20 yoshdan keyin ota-ona bola bilan do'stona gaplashish kerak. Yo, meni gapim to'g'rimi? Gopat hayron qolasan-da, shu mahallada bo'layotgan ishlarni ko'rib siqilib ketaman-da. Nima qilishgan hayron qolaman.
Endi men raisni ko'rmaysan. Men eshitib raissan mana uyda ishkal bo'ldi. Hammaga borib Mahmud Alini qiladi, urushmaydi, o'zingizda ham shunaqa bo'ldi. Qaynisi 3 kun yashagan oxiri o'zi emas, xotini haydagan xotini. Xotini haydagan. Ana Absattorga 3 ta ishinlarida u burchedi. Taniysan uni ham, Absattor ekan. Uni ham qizi qaytib keldi. To'polon uyida. Nima qilish kerak? Hammaga insof bersin deyish kerak. To'g'rimi? Yo, meni gapim to'g'ri. Nima olib beraysan? Qurt yeysanmi, nima, pista chaqasanmi, nima? Jivachka. Qurt yemaymanmi? Necha puling bor? 5 ming. Zdachisi kerak emas. Bo'ladi, zingzingni ol, bo'l, zdachi yo'q o'zingga, bo'ladi. Yaxshiroq yangiliklaringizdan yo'qmi? Menga qarang. O'shanichi maktabdachi ustozim aytib bo'lganlar. Yangilaridan o'qiyapsiz. Ustozning oti nima? Ustozim oti? Ha. Zebo. Senga men eski yangi yilni aytdim. Yangi yilni bilmaydi. Tushundingmi? Shu Zebo opa yangi borganda Shukragan berib yubordilar. Hadi birovlarni chaynamasdan mana buni chaynayotgansiz degan, xo'pmi? Tushundingmi? Qat, o'yna o'rtalaringlar. Ha, dodam. Biznesmen dodam. Ke, Hormang. Salomat bo'l. Biznes qalay dodam? Biznes yaxshi, sandaga kelib tekinga olib ketganda hamma rasvos chiqadi. Nima olmoqchisan? Ishqilib, shukur doda. Bu deyman, yosh bolalarga sigaret sotmayapsizmi? Ko'rdingmi? Jivachka berdim. Qani sigaret sotgan? Qaranga, javobgarlik bor-a? Sendan yaxshi bilaman, xo'pmi? O'rgatma. Yaxshi. Bosing doda, bosing. Bosamiz. Doda, Ha. Ke men bola. sizchi Ha. anaqa militsiya amakidanchi sigaret bekitganingizcha syomka qilib oldim. Syomka qoldim. Ha. O'chirdingiz. Yo'q. O'chirdim masan. Yo'q. Men jahlim chiqardim, o'chirdim. Yo'q, urasiz. O'chirib tashlab urmayman. O'chirib tashlab. Yo'q. Bak, jivachka. Tizvachka berasiz. Ha, beraman. Ber. Bo'pti 5 ta. Shu sen yomon ekansan, bo'pti 5 ta beraman. O'chir qani oldin. Oldin o'chir. O'chir 1 2 3 4 5. O'chirdingmi qani ko'rsat? Bo'ldi, mana. Zumrasha korrupsioner. Doda bitta narsa aytaymi? Ha. Syomka qilmadim. Yo'q, baki. Mana zaftani setiymi? Jivachka eski 2 yil oldingi surug o'tgan. Battar bo'l. Ay, xudoyim ey. Havo ham maza bo'lyapti, ayasi. Hada. Mana sezyapsam toza havo mana shunday kelib mo'ylovlarimga urushib o'tib ketyapti-da. Dadasi, Ha, nima deysan? bir dona savolim bor. Bersam maylimi? Dadam rahmatli aytardi. Agar oilada savol bo'lmasa, oila mustahkam bo'ladi. Endi aqlli gap aytgan ekanlar, endi men savol bermasam bo'lmaydi-da, jonim. Bir Shu dona. savol beraman deganingda yuragim orqaga tortadi. Ya, yuragingiz orqaga. Bilasanmi, har shu gapni aytganingda biz urushib qolamiz. Nimaga urushasiz? Chunki g'alati savollar berasan. Qanaqa savol, misol uchun qachon urishdik? Hozir bilaman qanaqa savol berishingni. Ber savolingni qo'y. Qarang. Ha. Tayyormisiz? Faqat aniq javob etasiz, ha? Ha. Menga qarang. Mana. Menga xiyonat qilganmisiz yo yo'qmi? Faqat aniqini ayting javobni. Aytdim senga. Hozir qayoqdagi yo'q savollarni berasan deb. Nega yo'q ekan? O'g'ling 25 ga kirdi. Yaqinda uylandi. Bitta oilani boshlig'i bo'ldi. Seni berayotgan savolingni qara menga hozir o'tirib. O'g'lim, aralashtirmang, dadasi. O'zingizga javob bering. Xiyonat Qo'ysa qilganmisiz shunaqa yo'qmi? savollar nima deyapsan? Xiyonat qilganmisiz yo'qmi? Yo ha, yo yo'q. Ayting. Javob berasizmi yo'qmi? Nimaga? Voy tavba, hozir so'radim-ku, xiyonat qilganmisiz menga? Yo, onasi hozir senga yo'q deganim bilan yana savol berasan. Siz meni aldayapsiz, hech qachon to'g'risini aytmaysiz, o'zi erkaklar sizlar to'g'risini aytmaysizlar degan narsa. Dadasi mana yo'q deng. Janjal bo'lmaydi. Yo'q deng. Yo'q. Voy qarang. Qisqa qilib yo'q deganingizni o'zida qancha yolg'on bor dadasi? Hozir shu joyda aldab turibsiz, ko'zlarimga qarab mana. Ishonmasa ekansan nima qilasan menga savol berib onasi? Ko'zlaringiz aylanib ketdi-ku, qo'ysiz-chi, Men ko'zimga senga qarab. aytdim, hozir urushib qolamiz, janjal bo'ladi shu uyda dedim. Demaysiz. Hozirgina toza havoyi tinchlik haqida gapirib Demaysiz, xiyonat qilgansiz. Yuragim. Voy dadasi, voy. Yuragim. Hey, Choy olib chiq. voy, qarang. Choy olib chiq. Voy, hozir tez kelaman. Choy Voy, olib bo'ldi chiq. ya, hazillashdim. Choy olib chiq. Keling.
Xudo. Bunchalar ham qiynaysan meni. Sal qolishiga sal qoldi. Har shu savolni eshitganda hayotim ko'zim oldidan o'tadi. O'tmishim aytmaysan. Rangi ro'yiga qaraganda ovqat ham juda bo'lganmi deyman. Kim qildi bu ovqatni bugun? Voy, shirin, nimasini aytasiz, adajonisi? Bugun ovqatni kelin poshsha qildilar. Yashang, kelin poshsha bugun bir mazza qilib lag'mon icharkanmizda. Kesdemas. Endi deb ayollarning qulog'iga lag'mon osormasdan lag'mon ham ichib turish kerak-da. Qani yoqimli ishtaha olinglar. Adajonisi, ajoyib sizda. Qani, o'zingizdan. Dadasi. Bu bilan bu. Tazralang. Yangilik bormi deyman? Ha, endi yaxshilikimiz indamay hozir o'ziga kelib qoladi. Muborak bo'lsin, muborak. Rahmat, adajon. Menga qara, sen tez ovqatingni yeganda, undan keyin Lobarga telefon qilib aytib qo'y. Uyimizdagi bo'ladigan yangiliklardan bexabar qolmasin. Ay, qarang dadasi, o'zi tavba qildim, bir o'zbekchalik bir ajoyib narsa ekanda. Hali bolangizni uylantirmasa, qachon uylantirasiz? Voy, qachon uylantirasiz deb unda bir qo'yishmadi. Endi uylantirib qo'ysam, ha bu hali narigi mahalladagi Nargizaxon bor-ku. Kunda ko'rsa, keliningiz bo'yida bormi deyveradi dading. Hali aytgan bugun lag'monni ichdi ketdi degan. Rosa aytaymi? Shu Lobarxonni o'ziga aytsam bo'ldi. Ha, Lobarni o'zi butun parkinggacha borib aytib keladi. Qani oling. Qani ovqatingdan ol endi, keyin borib bir aytib berasan, hammasini bir kuydirasan-da. Dada choy. Bu bilan bu, rahmat. Bu bilan bu. Ya, ovqatdan bo'lsa kerak, qani. Bo'blabom. Kelinga aytsangiz bo'larkan, u pachkadagi tuz bir qozon ovqatga emas, tapga qarab solinadi tuz deb. Aytdi o'zi, ovqat qilgandan keyin tuz qolmadi deb. Nimaga qolmaganini endi bildim. Yangilik bor deb o'tiribman. Tuz olib kelib qoling. Tuzmas. Chiqib boshqa ovqat olib keling. Xo'p, dada. Ruxsora? Peshonani sho'rligi kammidi endi. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda. Uzun ko'ylak jononima ozor bermasan jonima, chaqirganda kel yonima. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda.